nafasam bo'lmayapti. Yurtingiz. Keling. Ey, qo'lingizni oling, nomahram-ku. O'zing o'tkazib bo'lmasa? Voy, nafas yetishmayapti. Voy! Sun'iy nafas berish kerak. Qanaqa o'zimga keldim? Sun'iy nafas berdik. Men ana qilib berdim. Yo'g'i? Yonboshdan ukol qilish kerak edi. Ha, o'zim qilaman. Siz prostoraga kirib turing. Voy, shashlikmi? Qozon kabob norin. Uydagilar olib kelishuvdi-da. Voy, sizga umuman mumkin emas. Doktor katta yegin degandi-yu. Yo'q, men bularni pamoga tashlab yuboraman. Voy, adasi, kechki ovqatngiz? Sardor Navonovich, bugun uyda zaril ishlarim bor edi, shunga sal vaqtliroq ketsam maylimi? Qaq ketasiz, kasallarga kim qaraydi? Hech kimga javob yo'q. Adasi, men ketmayman, o'z bilasiz-ku. Mana ruxsat berdingiz-ku. U bolalarni bog'chadan olish kerak. U skoriyda ishlaydi-yu, borish kerak-da. Tezroq borgan. Yaxshi, bemorga kerakli dorilarni o'zingiz yozib berasiz. Xo'p bo'ladi, dadasi. Yo'q, Sardor Namonovich. Uzr doktor, bu yozganlari dorixonada yo'q ekan. Nima ma'no? Kalbasami? Voy, uzr, adasi, adashib uydagi bozorlik spiskasini berib yuboribman. Tak, operatsiyani boshlaymiz. Menga qarang, adasi, qachon biz parkka boramiz? Biz ishdamiz. Bunaqa gaplarni uyda gaplashamiz. Bahonasi ham tayyor. Uyga ham kelib oldik. Aytgancha Boboyevani palataga oldinglarmi? Adasi, biz uydamiz. Bunaqa gaplarni ishxonada gaplashamiz.